Assalomu alaykum hammaga. Men Jizzax davlat pedagogika universiteti logopediya yo'nalishi 4-kurs talabasi Yoqubjonova Ruxshonaman. Bugun logopedik texnologiya fanidan mayda qo'l motorikasini nutqni rivojlantirishga ta'siri mavzusida gaplashamiz. Bu mavzuyimizni rejalari bilan tanishamiz. Birinchisi, mayda qo'l motorikasining rivojlanish mohiyati. Ikkinchisi, qo'l barmoqlari faoliyati va nutq markazlari o'rtasidagi bog'liqlik. Uchinchisi, mayda qo'l motorikasini rivojlantirish orqali nutqni faollashtirish usullari. To'rtinchisi, xulosa. Mayda qo'l motorikasining rivojlanish mohiyati avvalo bolaning barmoqlari, kaftlari va qo'l mushaklari orqali bajariladigan nozik analogik talab qiladigan harakatlarni shakllanish bilan bog'liq bo'ladi. Ya'ni bunda motorika bolaning atrof muhit bilan faol munosabatini ta'minlaydi. Buyumlarni ushlash, aylantirish, bog'lash, yechish, tortish kabi kundalik harakatlar orqali asta-sekin motorikasi nafaqat jismoniy ko'nikmalar sifatida, balki miyaning sensor-motor tizimini faol rivojlanishiga sabab bo'ladigan muhim jarayon sifatida qaraladi. Barmoqlar mashqlari vaqtida miya po'stlog'idagi qo'zg'alish markazi faollashadi. Ayniqsa nutq bilan bog'liq bo'lgan zonalar, ya'ni qo'shni bo'lgani sababli motor harakat yanada puxtalashadi. Shu tufayli mayda motorika faqat jismoniy rivojlanish emas, balki idrok, diqqat, tafakkur, muloqotga tayyorgarlik kabi psixik jarayonlarning shakllanishida ham hal qiluvchi o'rin tutadi. Bolaning mayda qo'l harakatlari qanchalik faol va mashqqa yo'naltirilgan bo'lsa, uning aqliy rivoji ham shuncha barqaror bo'ladi. Shu sababli logopediya amaliyotida barmoqlarning harakatlanishi mashqlari, sensor o'yinlari va qo'l bilan bajariladigan ijodiy faoliyatlar bolani umumiy rivojlanishiga zamin yaratadi. Asosiy jarayonlar sifatida e'tirof etiladi. Mayda qo'l motorikasining rivojlanish mohiyati bolaning erta yoshidan boshlab atrofdagi buyumlar bilan faol aloqa qilishga tayanadi. Chaqaloq dastlab buyumlarni ushlashga, keyin ularni silkitishga, aylantirishga, barmoqlar bilan sinchiklab tekshirib ko'rishga o'tadi. Og'ziga solib ko'rishi ham mumkin. Ana shu jarayon orqali bola dunyoni o'rganadi, qo'llari bilan idrok qiladi. Barmoqlarning har bir harakati miyada sezgi harakati faol kuchayadi. Sezgi harakati va nutq bilan bog'liq nerv bog'lamlarini faol kuchaytiradi. Shuning uchun mayda motorika rivojlanishi bolaning nafaqat nutqi, balki xotirasi, diqqati, barmoqlari barqarorligi sifatida fikrlash tezligi va tasavvurning boyishida ham bevosita ishtirok etadi. Mayda motorikaning rivojlanish jarayoni shuningdek bolaning mustaqil harakat qilishni, o'ziga o'zi xizmat qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Masalan, tugmachalarni qadash, kiyim-kechaklarni yechish, qoshiqni to'g'ri ushlash, chizish, qirqish, mozaika yig'ish, plastilindan narsalar yasash kabi aniqlikni oshiradi. Bu esa keyinchalik yozuv malakasini oson shakllanishiga ham zamin yaratadi. Eng muhimi, qo'l barmoqlarining mayda harakatlari va miya po'stlog'idagi nutq markazlariga yaqin joylashganligi tufayli motorika rivojlanganda nutq faoliyati ham tezroq faollashadi. Shu sababli logopedlar erta yoshdan boshlab barmoqli o'yinlar, ya'ni barmoq o'yinlari, barmoqlarni mustahkamlovchi mashqlar, predmetli o'yinlar va sezgi motor faoliyatiga alohida e'tibor berishadi. Bu jarayonlar bola nutqining shakllanishi, so'z boyligining ortishi va talaffuzning yaxshilanishiga tayanch bo'ladi. Qo'l barmoqlari faoliyati bilan nutq markazlari o'rtasidagi bog'liqlik aslida bolalar rivojlanishida eng muhim neyropsixologik mexanizmlardan biridir. Inson miyasi harakat markazlari bilan nutq markazlari o'zaro yaqin joylashgan bo'lib, ayniqsa barmoqlarning harakatlarini boshqaruvchi
soha broka zonasi bilan yonma-yon turadi. Broka zonasi esa tovushlarni to'g'ri chiqarish, gap tuzish va nutqni faollashtirish uchun mas'ul bo'lgan asosiy markazlardan biridir. Shu sababli barmoqlarning har bir aniq harakati nutq markaziga qo'shimcha qo'zg'alish impuls beradi. Bu esa nutqning rivojlanishini tezlashtiradi. Bola barmoqlari bilan har xil o'yinlar o'ynaganda yoki buyumlarni manipulyatsiya qilganda miyada yangi nerv aloqalari hosil bo'ladi. Ayniqsa ketma-ket izchil va maqsadli harakatlar, masalan, donachalarni terish, tugmalarni qadash, koptokni aylantirish, mozaika qo'yish nutq bilan bog'liq bo'lgan neyron yo'llarni kuchaytiradi. Shu sababli mayda motorika sust rivojlangan bolalarda ko'pincha nutq sust rivojlangan bo'ladi, ya'ni kechikkan bo'ladi. Logopedlar buni motor nutq bog'liqligi deb atashadi. Barmoqlarning faol ishlatishni, shuningdek, bolalarning sensor tizimi, ya'ni teginish, bosim, shakl va silliqlikni sezish qobiliyatlari kuchaytiriladi. Bu sezgi jarayonlari nutqning mazmunli bo'lishiga, so'zlarni eslab qolish, ularni ma'no bilan bog'lashga yordam beradi. Masalan, bola yumaloq, yumshoq, qattiq, mayda, katta kabi tushunchalarni aynan qo'llari orqali his qilib o'rganadi. Bu esa til boyligini ortishga xizmat qiladi. Shu bilan birga barmoqlarni ritmik harakatlantiruvchi o'yinlar, barmoq she'rlari, qo'shiqchalar, quyoncha mashqlari nafaqat motorikani faollashtiradi, balki nutq, ritmik nafasni boshqarish va tovush chiqarish jarayonlarini mustahkamlaydi. Bunday o'yinlar ayniqsa nutqi kechikkan yoki talaffuzi sust bo'lgan bolalar uchun juda ham faoldir. Mayda qo'l motorikasini rivojlantirish orqali nutqni faollashtirish asosan bolaning barmoqlari, kaftlari va bilak harakatlari turli o'yinlar va mashqlar orqali faollashtiriladi. Bunday mashqlar bolani qiziqarli faoliyatga jalb qilish sababli u tabiiy ravishda nutq bilan ham faollashadi, gapiradi, so'raydi, takrorlaydi, o'z fikrini ifodalashga harakat qiladi. Logoped bu jarayon sensor motor nutq faollashuvi deb yuritiladi. Dastlabki usullardan biri barmoq o'yinlari va ritmik harakatlarni qo'shib bajarish og'zaki ijod asosidagi mashqlar. Masalan, qizil shapkacha, kapalak uchdi, barmoqchalar yurdi kabi barmoq o'yinlari bolaning ritmini uyg'otadi, eshitish va harakatni muvofiqlashtiradi va eng muhimi so'zlarni tezroq o'zlashtirishga yordam beradi. Bu mashqlar vaqtida bola barmoqlarini harakatlantiradi. Ayni paytda, ya'ni shu harakatlantirgan paytda she'rni qayta takrorlaydi. Bu esa nutqni eslab qolish, talaffuzi va intonatsiyani jihatlariga katta ta'sir qiladi. Shuningdek, predmetli o'yinlar, dona terish, tugmalarni ajratish yoki qadash, plastilindan shakllar yasash, qog'oz yirtish, mozaika terish, qurilish kubiklari bilan ishlash kabi mashg'ulotlar ham nutqni rivojlantirish uchun samarali hisoblanadi. Chunki bola o'yin davomida har doim so'zlarga murojaat qiladi, ranglarni aytadi, shakllarni takrorlaydi, katta, kichik, qattiq, yumshoq kabi tushunchalarni qo'llaydi. Bu jarayon bola lug'atini sezilarli darajada boyitadi. Motorikani rivojlantiruvchi mashqlar ayniqsa plastilin bilan ishlash jarayonida ko'proq samara beradi. Plastilin qotish, yumshatish, aylantirish, cho'zish, yasalish kabi ko'p qirrali harakatlarni talab qiladi. Bu esa nafaqat qo'l mushaklarini mustahkamlaydi, balki bolaning tasavvurini, ijodiy fikrlashini, nutqiy izoh berish qobiliyatini ham kuchaytiradi. Masalan, bola yasagan hayvonni
yoki predmetni tasvirlab berishga harakat qiladi. Bu esa nutqning bog'lanishi, izchillik va grammatik tuzilishlarni shakllantiradi. Mayda motorikani rivojlantirish orqali nutqni faollashtirishning yana bir samarali yo'li sensor o'yinlar, masalan, loviyan, nuhat, qum, suv, yumshoq toshchalar yoki shular bilan ishlash bolani sezgi organlarini faollashtiradi. Sezgi qabul qiluvchilar faollashganda bola so'zlarni aniqroq, chuqurroq ma'no bilan bog'lay oladilar. Bu o'yinlar davomida bola tovushlarni talaffuz qilish, ularni takrorlash, buyruqlarni bajarish va qiziq faoliyat davomida muloqot qilishga intiladi. Umuman olganda, mayda motorikani rivojlantiruvchi mashqlar bolaning nutq faolligini oshiradi, lug'atni kengaytiradi, talaffuzni to'g'rilaydi va gapirishga bo'lgan ichki ehtiyojlarni kuchaytiradi. Chunki logopedlar nutq kechikkan bolalarda avvalo barmoq mashqlarini asosiy korreksiya vositasi sifatida qo'llashadi. Mayda qo'l motorikasi bolaning umumiy rivojlanishida, xususan bolaning nutqining shakllanishida muhim o'rin tutadi. Barmoqlar, qo'l mushaklari, nozik harakatlar bolani atrof muhit bilan faol munosabatni ta'minlaydi. Harakat markazlari bilan nutq markazlari o'rtasidagi neyron bog'lanishni mustahkamlaydi. Shu sababli mayda motorika faollashganda bola so'zlarni tezroq o'zlashtiradi, shakllanadi, ya'ni talaffuz yaxshilanadi, lug'at boyligi va nutq ritmi shakllanadi. Erta yoshlarda barmoq mashqlarini qilish, o'yinlar, plastilin bilan ishlash, predmetlarni manipulyatsiya qilish va ritmik barmoq mashqlari orqali motorika va nutqning o'zaro bog'liqligi yanada mustahkamlanadi, kuchayadi. Bunday faoliyatlar bolaga so'z boyligini oshirish, fikrini ifodalash, talaffuz, tafakkur va idrok qobiliyatlarini rivojlantirishga imkon beradi. Shu bilan birga, mayda motorikani rivojlantirish orqali nutqni faollashtirishning metodik usullari, barmoq o'yinlari, predmetli mashqlar, plastilin va sensor o'yinlar bolada nutqga bo'lgan ichki ehtiyojni uyg'otadi va uning til rivojlanishini tezlashtiradi. Shunday qilib, bolaning erta yoshdagi mayda motorikaga yo'naltirilgan nutq rivojlantirishi samarali va muhim vositalardan biri hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Mavzuyimiz tugadi.